yana reviews qilsam bo'lar ekan, lekin hozircha qilmay turamiz. Bu 2-3 ga kuchini yana bitta, ikkita, yoki 3-4 ta olib olamiz va keyin bulardan tushgan pulga hammasiga speedni kuchaytiramiz. Sababi endi bu kuch bilan oxirigacha to'ldirdim buni. Qatgacha boradi? Sharqgacha bordi. Mana bittaga qo'ydi. 2 speed kuchaytirish bo'lmasa buni sira speed kuchaytirishga urinamiz. $204 million bo'ldi. 204 milliondan 1 millionligini hammani sotib olamiz. Qolgan 1 million 400 joyga hamma menimcha normalniy toza bo'ladi. Normalnigini 66 ketdi. Esa pasroq bo'ldi. Perfect desa bo'ldi. Oldindan past tushdim. Yana mana shunaqa berdi. Mana bitta bu ham normalnigini kuchaytirsa kerak yo'q. Yana bilmadim. Agar uncha bo'lmasa sotib qo'yarmikan bularni. Hozir ko'ramiz. Bobrito bandito degani yana bir motorlik sotib qo'yamiz. Shuni qo'yib olamiz. Sotib qo'yamiz. Uni qo'yib olish kerak. Qo'yamiz qanchadan? 175 ta. Nargis bilan bir xil ekan. Agar kuchaytirilmagan turi. Buni sotib qo'yamiz. Sotib bo'lmasa kerak menimcha. Menimcha sotib bo'lmaydi buni. Kuchaytiramiz endi. Boshqa iloj qanday endi? Yumshab turish kerak hali. 128 gacha kuchaytirdik. 9-levelda turibdi. 9 gadan beri turibdi hozircha. 9 gadan sharq. Ya'ni mana buni leveli past darajasidagidek ishlab turibdi. Hozir bizda 1.3 million bor. Yana bunga tezlikni kuchaytirish shart. Va yana bu qanchadan beradigan shuni ham ko'rish kerak. Va reviews qilish kerak albatta. Endi reviews 4 kala bo'lar ekan. Shunga buni shart. Uji 100 ga bo'ldi. Uji 20 ga bo'ldi. Uji 10, 20 ga, 40 ga. Umarım krokodil uji 30 ga bo'ldi, 40 ga bo'ldi. Nargi chetdagisi hammasini tez ishlaydiganga o'xshayapti. Speed kuchaytiraylik. Buni reviews berganda hali speed ham ketib qolar ekan bolalar. Endi bilaman. Yana 66 topoldi. Kuchaytirish kerak. Sira. Biraz ikinci etajni ham to'ldiramiz va video shu bilan tugaydi bolalar. Yana 8 million olib keldim. Boyagisida 4 million olib kelayotgan edim. 8 millionga yana qancha? 27-levelgacha kuchaytirdik. Eng tepasi degan sal pastroqni tutdim. 80 tushdi. Hozircha samimiy hozircha tezash kerak.
berishga tasdiq qiling. Nima o'tkazuvchi? Da, tezlashamiz. İkincisi ham olib chiqdik. Yana uchinchisini ham olib chiqamiz, davay. Uchinchisi ham ketyapti mana. Tamam, esimdan chiqib ketdi. Lekin qachon o'xshaydi. Nimaga deganda olovlar kuchli ishlasa kerak yo'q. Olovlar chiqib turibdi, boshqa narsalar chiqib turibdi. Endi normalniy chiqish kerak, sababi anchagina uzoqqa ketdim. İşte speedim yetsa bo'lgani. Yana shunday berdimi? Juda 500 dollardan ishlaydi ekan. Nima bu qanchalik uzoqqa tepsang shunchalik yaxshisini chiqarib berishmi? Bilmadim bola. Eng oxiridagisini tepdim, perfect deb qo'ydim. Perfect. Mana shunaqa 5 keldi ishi. 5. Bu tushunib bo'lsa bu video ikkita bo'ladi. Ikkalasini ham men shu YouTube kanaliga joylayman. O'rtasidan kesiladi. Hozir 23 daqiqa bo'libdi. 15 minutdan qo'yaman. Tak, buni endi qo'yib taxlab olaylik. Qo'yamiz. Bu tarafdan tepaga chiqdik va nihoyat tepaga qo'yamiz. Bular qancha kerak? Bu 4 kerak sherik. Mana bu 5 dollardan bu 5-6 kerak sherik. Mana shu mana shu dedik. Da, pastdagi manimga to'plab olamiz. Sekin qilish kerak ekan, ba'zilari olmay qolyapti. Tak, endi yana speed kuchaytiramiz. Hozir buni ham kuchaytirib olish kerak. Bir 2,5-3 bo'lsa. 2 bo'lsa sirasi yana boshlay olamiz. Sizlarga yana bir marta eslatib o'taman, obuna va like bosib qo'yinglar va yana kommentariyaga men o'ynashim kerak bo'lgan o'yinlarni yozib qo'yinglar. Jamiki o'yinlar bo'lsa barchasini o'ynayman. Bu yana bitta tekinga berdi. Bombardier qo'yadigan qo'ymasizmi? Olib qo'ying. Olib qo'y o'zi bo'ldi. Aytmaslar. Bu qancha ishlaydi? Ko'rishmasin. 120 karanchi. 12 karanchiga. Eng kuchli topganim hozircha mana shu bo'ldi deb o'ylayman. Uzun kundan olamiz. Mana qolgan tashlaydi. Qo'y 2 million. 2 million moki. Endi ishlashni boshlaymiz. 2 kabobmiz. Nametlarni ham bitta cho'zib olsak. $10 million kerak ekan. 10 million ancha
ikkinchi qismini olingan birinchi qismida chiqaramiz shekilli. Ketdim. Speed kuchaytirmagan alam qilyaptim. Speed kuchaytirmagan. Yutamiz. Kuch kerak. Önce bu pas şekilde. Yana ham pas etdim gapir. Doim bolalar maqtaydi. Men sariqdan o'tmay turibdi. Yillik bu kami. Yo'q, bo'lgan emas. Yillik bir kami Oti ise çift bilmiyorum. Evet, o'sha var. Yana ketdim. Uchdimi? Islam. O'zagina farq qiladigan pasga tushdi. Lekin bu qanchaga ishlayapti? To'rttaga ishlayapti. Nima ishlayman? Ishlayman. Daraxtlarga o'tib to'xtaqlar. Yo'q. Yana tepamizga ketdi. Lekin bu anchagina past etildi. Turib bir kala ishlaydigan jirafa tushdi. Jirafa. Qochoq otmi? Menga jirafa. Eng tepasiga borgan paytda perfecto ketdi. Nega o'shanda ham hali qizimga borgan edi. Bu 7 karra shakilda. Termingasiga yo'qmiz. Tezlik kuchaytirish kerak yana. Otdi o'yin. Telefon silayvero. 1 million ishlab turibdi. 1 million, 3 million ishlab turibdi. Terib chiqadi. Dunyo. Hazırladım. Bugün çalıştım. 408 kadar. Ben yükseldim. Daha yine. Vay. Üçüncü ders satın alıp koydum. Satın alıp. Daha yine az önce şavalarımızı takip ettim. Dünyada bol. Ben bir şey deseydim. 80 speed koyuyor da 80 speed'da tep degani endi sal qizilroqqa borsa kerak desam yo'q. Birinchi oyoqda ishlansa bir teng shekilli. Shuni qo'yish kerak. Menimcha bemalol tansa bu 3 karra ishlar ekan, uncha emas, lekin atak normalniy bo'laveradi. Kelingizga keldik. Yana normalnigini ushlab qo'ydim. Berka ekan. Berka bo'lmaydi, uncha. Tak, bolalar, hammaga xayr. Like bosib omma bo'lishni yana kommentariyaga o'z yana qaysi o'yinlarni o'ynashimni yozib qoldiringlar. Sizlar bilan
bilmayman, YouTube kanalim hali nima deb ochishni bilmayman. Sizlar bilan ana shu nomni o'qiganlar bo'lsa o'sha bo'ldi. Hammaga xayr.